bo'yicha eng zo'r otlar hozir qaysi davlatda? Sizni fikringiz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonni olganda. Şeyden yetiştirib chiqayotgan otmi yo kelib şey chopayotgan otmi? Kelib chopayotgan ham va zo'r otlar qayerda hozir? Qaysi davlatda? Eng zo'r ot eng zo'r uloq uchun men aytaman. Uloq uchun aytaman. Lekin har kim o'zi men uloqdan boshqa narsa baliqchi emasman. Chopmayman, minmayman. Birinchi o'rinda Qirg'iziston turadi. Qirg'izistonning Jallovod oblasti. Boshqa oblastini ham otiga shammayman. Lekin Qozog'iston ham mana shu Jallovoddan nechtasini taniyman olib ketib yurgan. Shundan ko'paytirib olgan Qozog'iston ham. Endi Qozog'istonning o'zini oti ham zo'r. Zo'r. Faqatgina ko'pini Qirg'izistondan olib ketirmoqda. Endi hozir o'shalar bu yoqqa o'tyapti. Mana o'zimiz O'zbekistonda ham, Boybuvada ham bo'lgan, mana Toshkentlarda ham bo'lgan, Qo'qonda ham Qirg'izistondan o'tgan. Shulardan chatishtirib, chetdan kelgan katta beyga chatishtirib, shuni qora bayir deb katta qo'shib, bu 1 yil, 2 yilda tuqqani qora bayirga chiqib qolmaydi. Otni zo'ri Qirg'iziston Jallovod oblasti xolos. Qozog'istonga ham ko'p ketgan, O'zbekistonni ham qancha man degan chopayotgan o'sha otlari Jallovodda oti. Hozirgi kunda masalan chopib turgan, qayerdan kelganidan qat'iy nazar O'zbekistonda